Salom aziz tomoshabinlar. Men hozir sizlarga Bibishir g'ori haqida ma'lumot beraman. Bibishir g'ori Shot qishlog'ida joylashgan bo'lib, taxminan 400-500 metr balandlikda joylashgan. Bibishir g'ori Shot qishlog'ining eng tarixiy joylaridan biri hisoblanadi. Bibishir g'orining uzunligini hozir o'lchaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Xullas, bu joy torroq ekan. 20, 21 bo'lsa, 22 oxirigacha 25 metrga chiqar ekan. Bibishir g'ori qish mavsumida asosan mayda vahshiy hayvonlar va parrandalar, kaklik, kaptar va hokazolarga sovuqdan jon saqlashi uchun asosiy boshpana bo'lib qolgan. Bahorda esa Bibishir g'origa ba'zan sayyohlar ham kirib tomosha qilib ketyapti. Bibishir g'orini oxiriga ko'rib turganingizda mana bunaqa mayda-mayda g'orchalar ham bor. Bularda ham chuqurligi juda ham chuqur, 5-6 metrgacha yetadi. Hozir ko'rib turgan joyingiz juda ham namlik baland, chunki ustiga qabriston joylashgan. Bahor mavsumiga namlik ko'p bo'lgani uchun shu joy suv o'tkazadi. Mana hozir taxminan ko'rib turgan joyingiz bor, 15 metr masofasi esa suv namlik o'tkazmaydi, quruq. Bibishir g'orining balandligi taxminan 4 metr, eni esa 5-5,5 metrgacha yetadi. Bibishir g'ori ham bu tabiiy, bu hech qanday sun'iy qurilmagan, bu tabiiy. Kim biladi, oldin bunga ham odamlar yashab ko'rgandir. Bu ham taxmin, lekin hozir asosiy bir tomosha qilayotgan joyga aylanib qolgan. Bibishir g'ori tarixi esa necha ming yilliklarga borib taqaladi, chunki buni tarixini hech kim aniqini ayta olmaydi. Bugungi ma'lumotimiz Bibishir g'ori haqida edi. Endi esa Shot qishlog'ining go'zal va betakror manzarasini tomosha qilamiz. Yuqoridan qarasangiz juda ham chiroyli ko'rinadi. Havo yomg'ir yog'ilayotgani uchun havo juda ham xira, tasvirga yaxshi olinmayapti. Mana ko'rib turgan ashyolaringiz esa oldin 3000-4000 yil oldin yasalgan, loydan yasalgan ko'za, tovoq siniqlari. Bularda ham Shot qishlog'ining ko'hna tarixga egaligini isbotidir. Toza havo, go'zal tabiat. Bunday joylarga yashash qanday mazza, jannatning o'zginasi. Bugungi ma'lumotimiz shu edi.